Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun yana bir mijozimiz tarafidan bizga litiy jilza fosfat akkumulyatori zakazga tushdi. Bu akkumulyatorda yig'ish jarayonida sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Har bittasi отдельно точковой svarka bo'lib, mana bunaqa bitta batareykaga 1 2 3 4 5 6 ta 6 ta kontaktdan uraman har bittasiga. Nima uchun bunaqa ko'p uraman? Mijozlar bu batareykani arzon pulga sotib olayotgani yo'q. O'shaning uchun klient tarafiga yo'lda borishi bor yoki muraviyga uстановка qilib qo'ygandan so'ng mana ular ajrab ketmasligi uchun, ish sifatli bo'lishi uchun shunaqa 6 tochkadan uraman. Avvalambor bu yerda ishonch. Insonlar nima uchun odamlarga ko'proq ishonishadi? Tovarni ko'rmasdan turib. Chunki siz o'zingizda qilayotgan ishingizni har bittasini ochiq-oydin chiroyli yoritib bera olsangiz, ishni sifatini ko'rsata olsangiz, o'shanda insonlarni sizga bo'lgan ishonchi yana ham ortadi deb o'ylayman. Bu mening o'zimning shaxsiy fikrim. Xullas, bu yerda общida 32140 modeldan tashkil topgan 80 dona yacheyka bor. 20S 4P, ya'ni 4 tadan parallel. Qisqacha akkumulyatorning ko'rinishi mana shunaqa. Yig'ish jarayonini hozir boshladim. Soat tungi 10.